O'rtoqlar, yana bir yangi mehmonxonaga keldik. Inspeksiya qilgani Royal Paradise Phuket. Ushbu baland imorat Royal Paradise Hotel and Spa. Mehmonxona kirishda shunaqa baland, komfortli, chiroyli dizaynga ega bo'lgan hol bor. Mana bizani kutib olishdi. Hello, how are you? Nice to meet you. Thank you. Ko'rib turganingizdek, bu yog'i reception, bu yog'i kutish zali. Chap tarafida spetsialniy gruppalar uchun alohida registratsiya qiladigan check-in qilsa bo'ladi. O'ng tarafda esa oddiy shu turistlar uchun check-in qilinadigan joy. Mehmonxona har xil sertifikatlarga ega. Ayniqsa menga yoqqani bu международный standart, ya'ni standart качества ISO 9001 sertifikatiga ega. Va albatta har xil nominatsiyalarga ham ega bo'lgan. Mehmonxona ikkinchi qavatida restoran bor, Coconut. Bu yerda zavtrak bo'ladi. 6:30 dan 10:30 gacha. Bemalol zavtrak qilsa bo'ladi. Nonushtalarni ko'rsatib beraman. Umumiy 260 kishiga mo'ljallangan o'tiradigan joylar bor. Ko'plab zavtrak uchun ana omletni pishirib berishadi. Tuxumlar bor, qaynatilgan, qovurilgan qovurlarimiz barchasini joyida o'zingizlar oldida pishirib berishadi. Katta assortimentga ega bo'lgan mevalar, svejiy salat uchun mo'ljallangan. Bu lёгкий завтрак qiladigan cereal, har xil turdagi sok mahsulotlari va choy har xil turdagi bor. Bitta paketga olasiz, suti ham bor. Kofe mashin bor, har xil kofelarni tayyorlab ichsangiz bo'ladi. Konditorskiy mahsulotlar ham bor. Non mahsulotlari, xilma-xil har xil pishiriqlar, kruassanlar. We are providing for the Arabian and Indian halal. All is halal. All food halal, yes? Yeah. Very good. Ko'rib turganingizdek, barcha ovqatlar, mana masjidga ko'rib turganinglar, barchasi halol. Bu yerda ham har xil ovqat mahsulotlari bor. Sosiskalar. Mehmonxonada jami 350 ta xona bor. Hozir room tour qilib beraman. Room tour qilamiz. Bu o'sha standartli xonasi Paradise Wing degan. Kattaligi 30 kvadrat, 905-xona obzori. Bu yoqda sanuzel. Garderobli. Seyflari bor, tapichkalari bor. Banday xalatlar bor. Choy, kofe ichishga sharoitlar bor. Холодильник bor. Mana shunaqa prostorniy рабочий zona. Bu yerda esa kровать. Yaqinda renovated qilingan va akkuratning toza qilib qo'yilgan. Endi 17-qavatga keldik. Hozir bu yerda ham bir xonani obzor qilib beraman. Ko'rib turganingizdek, hol akkuratning toza, yaqindagina svejiy remont qilingan. Bu 17-qavatdagi xona. Shart-sharoitlari xuddi boygidek. Akkuratning toza, sanuzel, garderobniy, seyf, tapichkalar bor. Bu yerda garderobniy kiyimlar, xalatlar. Bu yerda choy, kofe, suv, холодильнigi bor. Bu esa chemadan uchun maxsus joy, bu рабочий zona, bu twin xonasi. E'tibor bergan bo'lsanglar, Tailandda demak, vannada mana oyna eshiklari bor. Uni xohlasanglar ochib qo'yasizlar, xohlasanglar yopib qo'yasizlar. Bu twin xonasi, ikkita alohida kровать. Такой shinamgina toza, akkuratniy mehmonxona ekan. Bu televizor. Bu esa balkoni. All rooms have balconies. Har bir xonaning o'zining balkoni bor. Shunaqa go'zal manzara.
va dengizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni qisman dengiz, sea view bor. Bu esa kattagina basseyn, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Liftlarga chiqadigan joyda mana полный dengiz manzarasi bor. Lobbini qaranglar, kattaligini. Akkuratni o'tirib, choy, kofe, suv olib, mehmonxona odatda kelganingizda kutib turasizlar. Bu yerda esa shunaqa shinamgina joyda xona berishni kutib tursanglar va ko'rib turganingiz har xil barolar bor. Xudo xolasa, ana O'zbekistonni ham topdi. Boya xonalarni aynan o'sha yerdan oldim. Bu esa ikkinchi binosi. Reception halldan o'tganingizdan keyin o'sha katta basseyn bor. 3 ta basseynga ega. Ertalab soat 7 dan kechqurun soat 7 gacha ishlaydi va pul barlari ham bor. Bu basseyn bo'lsa, bu ikkinchi binosi, ko'p xonalari pool view, ya'ni basseynga qaragan. Menga ushbu mehmonxonaning eng asosiy yoqqan qismi bu mana shu Casablanca restorani a la carte. Bemalol xonadan xohlasanglar zakaz qilsanglar bo'ladi xonaga. Kelinglar, menyusini ko'ramiz. Mana menyuda har xil taomlar, narxlari ham unaqa qimmat deb aytolmayman. Bu arab va hind ovqatlari ekan. Mana shundan ko'rib tanlab olsanglar ham bo'ladi. Halol sertifikatlariga ega. Mana bu sertifikatlari tasdiq uchun uyga oldim. Mojitolar olib, mana bunaqa joylarda o'tirib, shunaqa go'zal manzaraga qarab dam olishga nima etsin. Mehmonxona o'zida spa protseduralari bor. 11 dan soat 8 gacha ishlaydi ekan. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Fitness ham bor, va kids clublar ham bor, bolajonlar o'sha o'ynaydigan joy. Ikkinchi binodagi Deluxe Royal Wing xonasiga keldik. Kattalik 38 kvadrat. Bu sal boshqacha dizaynda qilingan. Xo'sh. Ko'proq yog'och ishlatilgan ekan. Bitta turganidek. Bu sanuzel. Bu katta garderobnik. Bu yerda choy, kofe, ikkita kravat, twin bed, ya'ni ikkita alohida kravat va mana buni ham ekstra bed qilsa bo'ladi. Bir xonada o'tirganidek xohlasanglar ovqat menyu bor, ovqat zakaz qilsanglar ham bo'ladi. Menga yoqqani bitta shunaqa balkon, shunaqa zeleный zona. Bu esa basseyn. Yana bir xona, Premium Deluxe Royal Wings xonasi. Bu kattaroq, 46 kvadratga ega. Bu sanuzel. Bu yerda katta garderobni alohida xona qilib qo'yilgan. Kiyimlaringizni, chemodanlaringizni qo'yishingiz bo'ladi. Xo'sh, bu рабочий zona. Televizor. Ko'rib turganingizdek, kravat sal tepada joylashgan, xuddi chapchanchik qilib qo'yilgan. Bu yerda bitta twin, bu yerda double. Ya'ni oilaviy xona qilsa ham bo'ladi bemalol. Рабочий zona o'tiradigan, bu dam oladigan zona. Va balkonni ham bor ko'rsataman. Bitta o'tirib olib, shunaqa manzaradan baham ko'rsanglar bo'ladi. Bu boyagi basseyn. Pastki qavatida, podvolida, demak, spa zonasi va aytib o'tdim. Bu yerda har xil turdagi massaj olsanglar bo'ladi. Va bu qavatda o'zini fitness zali bor.
ya'ni sport bilan shug'ullanadiganlar uchun bemalol sharoitlar qilib qo'yilgan. Shug'ullansanglar bo'ladi. Ikkita zali bor ekan. Bitta sal og'irroq mashqlar bajarish uchun, bu esa yengilroq mashqlarni bajarish uchun. Bolajonlar uchun kichkinagina kids pub ham bor ekan burchakda. Yosh bolajonlar kelib, mashqlarda o'z vaqtlarini o'tkazsa bo'ladi. Har xil o'yinlar, kichkinagina o'yinchoqlar, maxfiy igrushkalar, plus oilaviy kelib dam olib ketsa bo'ladigan mehmonxona.